Biz endi bu yıl barımızda Bütün Dünya Tatar Kongressinin 30 yılligini zo'rlab bayram etamiz. Hem şuşu 30 yıl negizinde Bütün Dünya Tatar Kongressi o'zimizning millatdoshlarini birlashtiruv, tilimizni, dinimizni saqlab qolish uchun ko'pgina ishlar ishlaydi. Alar endi turli yo'nalishlar negizinde bo'ladi. Bunda bolalar da bor, qizlar da bor, yigitlar da bor. Şol vaqtda ishmakarlar da bor, din ahallari forumlari da bor, Tatar oilasi da bor, sport choralari da bor. Lekin mana so'nggi yillarda endi biz mana o'tgan yilni yumg'oqlab Milliy shura o'tirishi o'tkazamiz. Shu vaqtda shu o'tgan yilning butun ishlangan planlarini qarab, tekshirib, ularni rastlaymiz. Ham shu Milliy shura o'tirish vaqtida biz endi oldagi kelgan yilning yangi planlarini qarab, planlar deganda biz boshda endi sentyabrdan boshlab bütün bo'lgan uyushmalar, ular endi kongress negizinde 500 lab uyushma deymiz. Ularning planlarini olamiz, tüp planlarini kiritamiz Bütün Dünya Tatar Kongressining planına. Ham shu planlarni Milliy shura o'zining so'nggi o'tirishida o'tib ketadigan yilning ani rastlaydi. Shunga ko'ra bizning endi eng zo'r choralarning birisi shu Milliy shura o'tirishini o'tkaru. Bu yil endi biz siyuz vaqtindan aytdik. 75 loyiqli shaxslarimiz shu Milliy shuraga kirdi, a'zo bo'lib. Biz endi bugun komitetlar tuzaymiz. Ham shu Milliy shura a'zolari o'zlarining mumkinliklari, tilaklari, bilimlari, tajribalari negizida shu komitetlarni saylab olib, shunda kirishaklar. Ham birinchi taqdir biz endi Milliy shuraning bürosini tuzaymiz. Anda 15 shu 75 kishining 15i kirishak büroga. Agarda endi biz Milliy shurani yilga 2 taqdir jiyamiz deganda, büro endi bizning kvartal sayin jiyilib, shu Milliy shuraga dokladlar hazırlayı, alar arasında işli, təqdimlər bilə şəğə, işini iştira. Şuna görə al bula. Hem biz aytamiz endi Tataristan degeçten, subhanallah, bütün dünyada sibilip yaşayışı Tatarlar için Tataristan bu bizning tuğan jerimizge aylandı. Hem tüp yurtimiz, merkezimiz Qozon boshqaladı. Şuna görə biz endi Tataristan degeçten o'zimizning ishmakarlarni mında jiyib, Tataristanning partnyorlari deb e'lon etgan forumda bugungi kunda endi 300 shaxs bo'la. Hem mana biz ana birinchi taqdir Targov-Pромышленный palata bilan birga o'tkazamiz. Ham mında endi bizning mana ishmakarlikni nechik etib bugungi vaqtlarda tog'inda loyiqli, sifatli, tobushli etib ishlarga ham Tataristonning tajribasini ko'rsatamiz. Mana bu gorizontal deb atamiz. Ikkinchi qaraganda Bütün Dünya Tatar Kongressining munda o'z tilagida bor. Mana shu Tatar ishmakarlarini o'sarga mumkinlik berib, alar endi ülkelerde hem chet ellarda bizning millatdoshlarga o'rnak bo'lsinlar, alarga ishlarga yordam etsinlar. Hem endi agarda endi Tatar millati uyushmalar anda o'z choralarni o'tkazarlar ekan, alar o'rnak bo'lib ham o'z tabishlari bilan o'tkazishga da yordam etsalar, biz endi zo'r rahmatli bo'lamiz. Shunga ko'ra birinchidan ishmakarlik, ikkinchi qadamda shu ishmakarlik qarshi millatni saqlov.